Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu bizga motivatsiya beradi. Obuna bo'lgan bo'lsangiz, biz boshladik. Jizzax viloyatida sanoat va qishloq xo'jaligi boshqaruvi takomillashtiriladi. Jizzax viloyatida sanoat va qishloq xo'jaligi boshqaruvini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, Jizzax viloyati hokimligi tuzilmasining umumiy shtat birliklari doirasida quyidagi lavozimlar kiritiladi. Hokimning tog'li hududlar va yaylovlarni rivojlantirish, investitsiya va savdo masalalari bo'yicha o'rinbosari. Hokimning dasht va cho'l hududlarida sanoatni rivojlantirish, investitsiya va savdo masalalari bo'yicha o'rinbosari. 2026-yildan yangi kiritilayotgan viloyat hokimi o'rinbosarlarining faoliyati samaradorligini baholashda natijaga yo'naltirilgan boshqaruv tizimi tajriba sinov tariqasida joriy etiladi. Bunda ularga KPI ko'rsatkichlarini belgilashda tegishli hududlarda sanoatni rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha strategik ko'rsatkichlar va maqsadli indikatorlar ko'zda tutiladi. KPI ko'rsatkichlari tasniflanadi. Strategik hudud va tuman ularning o'zaro mutanosibligi ta'minlangan holda ishlab chiqiladi. Ularning KPI ko'rsatkichlari bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida belgilangan maqsadlarga erishganlik darajasi va natijadorligi bilan baholanadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Huquqiy axborot kanali.